Bugun eng og'ir konsultatsiyalarim biri bilan bo'lishaman. Bir kun qabulimga 7 yoshli bolakayni olib kelishdi. Muammo bola siydikini usha olmasligi, ya'ni enurex. Ota-ona bu yerda bola ayb qilyapti, bola atilab qilyapti deb o'ylashgan va unga davomiy bosim qilishgan. Solishtirishgan, aka-ukalar bilan taqqoslashgan. Sen endi katta bola bo'lding, nega bunaqasan degan mas'uliyatni uni zimmasiga yuklashgan. Buning oqibatida bolani tanasida bosim kuchaygan va ichki zo'riqish oqibatida enurex yuzaga kelgan. Bu mas'uliyat 7 yoshli bolani psixikasiga juda ham og'irlik qilardi. Bu davomiy yillar davomida bo'lgan aybdorlik hissi bolani tanasida qichqiriq bo'lib, ya'ni signal bo'lib yuzaga chiqdi. Menga yordam kerak, meni tushuninglar, menga yordam beringlar kabi holatni namoyon qilayotgan edi. Konsultatsiya davomida biz shuni aniqlab, ota-ona bilan ishlashni boshladik hamkorlikda. Bolaga o'z hissiyotlarini chiqarishga, o'zini anglashga, o'zini tushunishga yordam berdik. Ota-onadan keragidan ortiq mas'uliyatni yuklamalarini olishga, bolani taqqoslamashga, bolani boricha qabul qilishga yordamlashdik va sekin-astalik bilan bola o'zini qabul qilish orqali ota-onasi bilan munosabatlari yaxshilandi va boladagi enurex holati shifo topdi. Bu keys menga yana bir narsani isbotladi. Bolalar har doim ham gapirishmaydi, ichlariga bostirishadi, lekin ularni tanasi orqali bu kasalliklar bilan namoyon bo'ladi.